MAC brendidan podarkaga olgan kosmetikalar bilan повседневный makiyaj qilib ko'ramiz. Bu reklama emas, shunga faqat chestный отзыв beraman. Termo makiyajga tayyorlab oldim. Mani yuzim o'ta quruq va bu foundation ideal tushdi. Konsistensiyasi esa suvdek, shunga yuzga juda oson yotadi. Concealer esa o'ta plotniy emas, ko'zimni tagida va skladkalarda umuman yig'ilib qolmadi. Korrektor yuborishmagan ekan, chunki bu boshqa brenddan. Musovый rumen. Xohlasangiz qo'llaringiz bilan yoki kistichka bilan nonishtiq bo'ladi. Massivgan оттенокda. Slizistega bejviy karandash. Kichkina ko'zlarimizni ochib beradi. Qoshga qalam, yumshoq bo'lganiga strelkaga ham to'g'ri kelar ekan. Setting powder rangsiz va любой terga tushib ketar ekan. Matoviy qilib yuzingizni og'irlashtirib qo'ymaydi. Vodostoykaya tush. Rosa ham yaxshi отзывlar eshitgan edim. Plotniy объем berdi, lekin ozgina kamochkalar bo'lar ekan. Musovый pomada. Bunaqasini birinchi bor ishlatishim labizni quritmasdan nejniy yotib berar ekan. Konsistensiyasi barxatli. Men rumyani qilib ham ishlatvardim. Highlighter yo'qdi, shunga o'zimnikini ishlatardim. Однушка shimmerovые teni. Boshida rangi uncha emasga o'xshadi, lekin surganimdan keyin juda ham zo'r turdi. Lip gloss. Labga blesk mayda chistitsalari bilan. Setting spray, fiksator makiyajimiz bir-biriga yaxshi ulashib, yaxshi turib berishi uchun. And so this is my final look. Chestный отзывlarni kommentariyada kutib qolaman. Bir yarki makiyajdan qilib ko'rish kerak.